Yana qota boshladi. Hey bro. Ha, nima? Bugungi maqsad nima? Bugungi maqsadi gapirma, birinchi videolarimdan biri. Garchi gapirmagan bo'lsam oldingi videolarda, lekin bu birinchi videolarimdan bo'ladi. Maqsad bo'lsa olmos topish bo'lsin. Ketdi kunlar. Yuhu! Voy, nitotish bo'ldi. Sandiq bor edi, lekin tashlab ketdi. O'zi bilan. Olmos topish. Boy qishloqi savdo. Boy qishlog'i mening modim. Men o'zim uchun o'zim mod yarataman. Savdo. Nima sotar ekan? O boy qish. 100 minutga 64 stak nima berar ekan? Qani qaysi biri? O boy qishlog'i. Men aytgan savdolashib qo'yapti. Qoch men ses chiqdi. Qani bir men o'zim yozdim ekan rostini aytsam. O'zim yozib chiqdim. Maqsad olmos topishmadi, sandiq. Oyoq kiyim bor ekan. Oyoq kiyim bor ekan. Qani? Tezlashtirmaydi chiqib. Xo'sh. Men oldim. Yo'q. Ikkita bor edi, men ham kiyib oldim. Men olmos topishim oson bo'ladi. Men skinimni ko'rmadingda, arabman-da men, arab. Arablar juda boy bo'ladi. Arablar boyligi cheksiz demayman-ku, lekin juda boy bo'ladi. Qilmasang nima qilay, shuni ayt. Bu videolarda videosi. Video telefonda olinyapti. Videodagi ishlar ham qilib ko'rsalaring bo'ladi. Oh my god! Bedrock chunki bu. Telefon bu mobil. Bedrock emas, Pocket. Bedrock emasmi? Bedrock rostdan aytsam, lekin eski versiyalar Pocket deb nomlanganda. Minecraft Pocket Edition Alpha deb nomlangan. Alpha faqat Java'da bo'lmagan. Telefonda ham bo'lgan. Pocket Edition Alpha bo'lgan. Menda bor hammasi. 17 gacha davom etgan, keyin birinchi Bedrock chiqqan. Aldamayman. O'zing ko'rdingki, menda 17 ta Pocket bor edi. Pastga hozir g'orga tushamiz. G'orga tushsang, tushir, kim yo'q deyapti. Sen bilan chiqib. Qo'rqadi. Men verstakka sog'ordim, allaqachon verstak bor edi. Qani be? Mayli. Mayda kirkan bor-ku, men nimaga verstak esam, kirkan bor edi. Verstak. Verstak deb ber. Kim birinchi olmos topish? Verstakimni. Yo bismillah. Qayerga tushib ketyapsan? Bu ne? Unda sen pastga o't, men tepaga o'taman. Tush pastga. Kim birinchi olmos topishni ham Dur men verstakga solay. versak bor ana uyda ichiga. Temirchixonaga. Pastgami? Tutmagan it bo'lsin. Bu video so'kinmaydigan men uchun edi aslida. Shuning uchun uni borib o'ldirib kelishim kerak. Chip qo'yib, sanku. Kim birinchi o'lar ekan? Men o'ldim. Voy, qota boshlasak. Jimgen, men seni o'ldirmoqchi emasdim. O'zing yer tagiga chiqib olib ketding-da. Bunaqa videolar bor-ku, videolarda. Kattalarga quloq solish kerak. Senga o'xshash kanallarga endi Minecraft kirganlar. Nima deydi inglizcha? Beginners. Endi Minecraft kirganlar. Ayna Minecraft emas-ku. Endi cho'kib o'ldirar. For you beginner. Endi Minecraft o'ynayotganlar uchun o'sha bu video. Ko'k tutun chiqyapti. Ko'k tutun chiqyapti. Bo'ldi, tushundim nima. To'g'ri, meni o'ldirding lekin shuni ham. Men o'zim uchun effekt bergandim. Kechasini yorib qiladigan effekt. Sen men kechasi ko'rinmay qoladi. Kim birinchi olmos topsa yutadi. Shuning uchun birimizga qarshimiz, shuni bil. Sekin o'ldirib ketish yo'q. O'ldirib ketish yo'q. Speedrun. Lekin bir-biringizga xalaq bersa bo'ladi. Internetda ko'rgansiz, manhunt bo'lak olmosimi? Olmosmi? Oqlar o'yinchilarga shunaqa videoga o'xshaydi. To'g'ri 30-banatlikkacha olib borishdi. Men o'sha 40-baland. 39, 38. Buni biror taktika bilan qilish kerak. 36. Minecraft 35, 34, 33, 32,
Minecraft oltin qoidasi. Hech qachon o'z ostingga qarab kovlama. Seriöz. Minecraft 11-balandlikda anaqa boshlanadi. Otilmaydi lava. Yo, qo'limdagisini ketdi. Tepagacha qurib chiqay endi. Qayt qurganni yana qayt kovlay keyin lekin. Aql cheksiz. Hozir qurib chiqar-ku, shu qurib chiqqan qayta kovlay keyin. Shunaymi? Shunaymi? Nimaga qurib chiqaman yana qaytadan? Emas, uchib chiqmoqchimisan? Temir tosh kirgan bu. Temir. Yana bitta bor. Ito temirli bo'lay endi. Tomdingmi temir? Robinson Crusoe'ga o'xshaysan. Pastga qarab turgan joyini temir topding. Men eritishim kerak tez. Eritishim. Qara, pastdagi pechka menikda, pastdagi pechkani kovlama. Sen pechkang ko'tib uraman o'zimda pechka. Qani o'zi so'kindimi? Demayman. O'zingda bor. Eritishga lava tez eritmaydi lekin. Chiqish. Sen nima qilyapsan? Erityapman. Tepaga qaytib chiqdingmi? Tepaga qaytib chiqdim. Men o'zim uchun buni qulay qildim. Iloji boricha bu videoni qiziqarli qilishga harakat qilishgan. Bo'lsa, temir menga yetadi, 3 ta temir hozir. 3 ta bo'ldi menga. Oh ha degan holda men o'zimga kelib kesayman. Sen ustingdan kirgan holda seni ustingdan o'tib ketaman hozir. Qarab tur hozir. Shuni ostimda-da, shuni. Shuni ostimda ustida turib, kursam ustidan kulaman. Sen nito qazibsan, ha? Men bitta qazganim, faqat boshim qattiq urilyapti. Meni ko'mirim. Kep qolib ketavermay kerak yo'q. Olmos topish bilan video tugaydi shu bilan. Iloji boricha qisqa qilish kerak. Allaqachon video 6 minut o'tib ketdi. Yetti. Pastga qolash kerak. Mana granitdan zo'r qurilish blogi, lekin bu hozir speedrun bo'lgan, kerak emas menga. Eng tez olmos topish bo'yicha speedrun tasavvur qila olasizlar. Hozir men bu speedrun 10 minutda yakunlayman olmos topib. Qo'lingga kelmay. Qo'limga kesach. Va ko'ribsizlarmi omadni? Hozir kim ko'rgan biz mana undan tushdi lekin. O'zi qonning ovozi eshitila boshladi. Bersdagi. Kim zombi ovozini eshitdi? Ya. Aytapanki zombi ovozi eshitiladi qon. Yaqinda turibdi zombi. Mana. Hozir biz speedrunni yakunlaymiz. Taymga qarab qazing. Taymga qarab, tagingga qarab qazish uchun sen omadli bo'lishing kerak. Bundan tashqari sen Minecraft dahosi bilan speedrun tushganing uchun afsuslanishing kerak. Men mana speedrunni yutdim. Yana temir. Men speedrunni yutdim. Speedrunni yutdim. Attillik. Men speedrunni yutdim. Men arabman. Qani o'ziga maqtam kelaychi, shu bilan video tugay. Ha, lavaga cho'mildingmi? Yo, bedrockga keldim. Oh my god! Ha, olmos chiqmam. Nechinchi balandlikdasan? 67. 67. Nima derdi atyor? Nima derdi 67 ni? 67. Demak, men qaytib izimga chiqishim. Yana qo'yib yubordim toshni. O'zi suvga tush. Men seni xaloskoringman. Xaloskoring shu yerda. Dalboyob. Xaloskoring shu yerda. Mana qo'limdagini ko'ryapsan? Qo'limdagi qayt chiqib ketdi ustimdan kulib. Qani qayerga suv. Amma ham ko'rina boshladi. Qo'limdagi olmos bilan ko'rsatib. Turini. O'zkum suv deyapman. Suv deyapman. Sen de qo'lni topa. Det xato.
Oyna tushgan joying qaysi chekka dedi? Mana. Mana Abdulrahmat speedrun yutdim. Yaxshi. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Mana shunday qilib men bu speedrunni yutdim. Yoqqan bo'lsa like va obuna tugmachasini bosib qo'ying.